alaykum. Mana bugun navbatdagi mijozimiz kelganlar. O'shaga apparat qo'yib berdik. Xo'p, tog'a, apparat qanday? Taassurotlar qanday bo'ldi? Juda yaxshi eshitdim. Sizga rahmat. Avvalambor shu vatanimizga, prezidentimizga rahmat aytamiz. Prezidentimizga rahmat aytamiz. Shunday bizlarga yaxshi bir sharoit yaratib berdi. Ilgari men mana buni taqardim, yaxshi eshitmas edi. Hozir siz taqdingiz, sizga rahmat. Xuddi bir suvni tagidan meni ko'tarib yuqoriga chiqqanday bo'ldingiz. Juda bir yaxshi eshityapman. Xuddi bir qayta tug'ilganday bo'ldim-da, bunday aytganda. Qani oldin qanaqa apparatdan foydalangansiz? Buni taqardim. Ha, bu ovozni faqat kuchaytirib beradi-da, tog'a. Bu ovozni kuchaytirish eshitmasdi, lekin bu hozir juda yaxshi eshitdi. Rahmat sizlarga. Shu yerdagi xodimlarga rahmat, prezidentimizga rahmat. Mana shunday bizlarga juda bir yaxshi bir nima yaratib berdi. Biz buni sotib ololmasdik. Biz kuchimiz ham yetmasdi, lekin sizlarga rahmat. Mana shu bizga shuni ko'rib, tekshirib yaxshi maqsadingizga rahmat sizlarga. Baraka topsin. Lekin juda xursand bo'ldim. Hech qanday o'ylamagandim, lekin hozir juda yaxshi eshityapman. Mayli, tog'a, sizga ham rahmat. Hozir qanday? Ovozlar tiniq boryaptimi? Shovqin yo'qmi? Xuddi avvalgidek eshityapman. Avvalgida-ya. O'zizda ovoz o'zizga qanday eshitilyapti? Yaxshi eshitilyaptimi? Shunday baland emasmi? Juda yaxshi eshityapman. Xo'p. Agar yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, har 2-3 oyga ko'rikimizga yana qayta kelib turasiz. Sog' bo'ling. Kelib turamiz, siz mana shu yerlarga mana kelib ko'rdik, mana tekshirdingiz, juda yaxshi eshitdik. Mana rahmat sizlarga. Kelamiz, yana qayta tekshirib ko'rib turamiz, ko'rsatib turamiz. Kasb-ko'rlaringizga baraka bersin. Rahmat. Rahmat. Juda xursand bo'ldim. Sog' bo'ling.